Lionel Messi hamda uning tansoqchisi hisoblangan Yassinining atrofida aylanayotgan mish-mishlar haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Asl drama mana shunday boshlangan edi. Lionel Messi o'zining Maspulus energetik ichimligini chiqarganidan so'ng Paul uni o'zining Prime brendiga o'xshash haqidagi da'volarni ilgari surgan hamda bu bo'yicha TikTokda "Sen bizdan o'g'irlading" degan ma'noda video joylagan va bu qarama-qarshilik bo'yicha sudga ariza bergan. Keyingi videoda Yassinining murojaatini ko'rib chiqamiz. Hoy, Logan, men bu videoni tayyorlamoqdaman, chunki ko'p odamlar meni ko'chada to'xtatishmoqda. Ular menga xabarlar yuborishmoqda. Men Instagramda bu jang haqida ko'plab sharhlar oldim. Endi hamma narsa buzildi. Ortga qaytishni esa umuman iloji yo'q. Kel, shunday ekan endi odamlar uchun jang qilamiz. Boshqa tomondan esa Lionel Messining bu holat bo'yicha alohida jihati bor yoki yo'qligini bilishimiz uchun Yassinining mana bu videosini ko'rishimiz kifoya. Logan Paul Messini jangga chaqirgani haqida qanday fikrdasiz? Nima? Logan Paul, YouTuber. Leo u yigitni tanimaydi ham. Agar jang qilishni xohlasangiz, men bilan jang qilishingiz mumkin. Futbolchilar bilan emas. Hozircha bu vaziyat bo'yicha rasmiylardan hech qanaqa yondashuv bo'lgani yo'q, lekin ma'lumot o'rnida Logan Paul vaqtida juda ham katta PRga sabab bo'lgan Jake Paulning ukasi hisoblanadi.